Salam, hürmetlik ustazlar, karxanchilar, endinmiş ekran aldidagi barliq aziz mehmonlar. Menden hammanglarga o'tliq salam. Küldür programmasi orqali har bir singlar bilan birdam yerimdam, har bir singlar xizmat qilish fursati bo'lganligidan intayin xo'shalman. Endi gapni so'zmay boshlab ketsak. Men hamda boshqa cho'ngmi tayyorlik qilammidim. Shuningdimi men shu o'zimniki beshidan o'tgan bir ishlarni sizlarga bir dapagim kelib qoldi. Yaqiningizga azroq o'ruqladim-chu. O'ruqlasham bu bek diqqat qildiq odam chiqib ketdi. Bu o'ruqlab ketibsan o. Kasal bo'lib qoldingmi? Tongni o'bing bormi senda? Bek o'ruqlab ketibsan dedi. Men semiz vaqtimda hech kim nimda samirib ketding, qanday samading deb birsim kelib so'ramagan. Şunlaşqa men bilgen qanday samirib ketkinim, qanday o'ruqligim to'g'riliq har bir singlarga birdan gaqib bermoqchi. Men tug'ilgan chaqda bek kichikdim. Kichikdim. Keyin mushta cho'nglab sal yo'g'inib ketdim-da men. Men kichikimdinla mushu tamoqlarga har xil mushu tamoqlarga qiziqadigan bir bola bo'lib tug'ilib ekanman. Bir narsalarni mushta qarab ketaman. Bu yigillerim kelib Unda tamakka qiziqadigan bo'lgandan keyin cho'ng bo'lganda tabiiylam har qanday tamakni tanlamayli yeydigan bir holat kelib qoldim. Yeyaverma, tamakli bo'lsa yeyaverma. Yeyavergandan keyin samirdigan gapga adam. Bu samirib ketdim. Bu samirib degan zodim mush tamakni yeyaverib, mush mansam pushildaydigan, uxlasam xo'rak tortadigan, yo'lda piyoda ketib uxlaydigan holatni shakllanib qoldi. Ham tamakni qanday jiqaytinglar desa, oddiy bir misol qilib beray. Men mesela bir gün keç saat 5:20'de uyda lagma etken bolsa, şu lagmanni yeb, onun kendinden sorunga baraman. Sorunga berip, men bagan sorunlarda dabo qilimi deb güzel xiyal qilganlarning küpkilaylıp ketib, pakiz yeyitime sorunlik tamakni. 10-11'de qaytime. Qaytib uyda iliq etken lagmandan yana bir taksi yevitib, 1,5 saat televizor ko'rib, endi yotqanga, yani yatadiganqa bir girdi bilan bir konchang shu yilib olaman emasmi? Yo'lga Yolga yılı bakın. Ama ana içinden de kusak içilinip gitip kalsa, aşağıda yiyilinip geçsin demço. Bunu ilıvanmışsam, uxlatqan taz kusak içip geçse, urnundan kopap, binşanını kışığı verip, yeydiğini yap, yeni piyade inip geldiğini yapamazsın. Ben mıdırdım kuskama çıktı meninki. Uxlap kalıdığın bop kaldım, yolladı ketip verip. Endim bu tamakını yep, toyğunumunu bilmeydiğin bop kaldım. Bu neymiş bu toyğunu bulup, yeversem ya kusak toydu bu. Dep bir tekşirtip bakay dep tekşiretsem, menimge qo'sqing to'ydi, to'ymidi deganni yetkizib turadigan go'ngning o'ylabdiki emasman. Shuning bilan jardim birini saqizdim, shu to'yizko'yga saqizsam, u bir oy chidab o'ldi, keyin bir so'rinlarga bo'lsam, bir kichik bolaga oylikqa to'yizko'y berib ilib olaman. Aka tamoq yeydi, yema qo'sqing to'y to'xta deydi, to'xtayman. Onun bir oy ishiltib, uni shagan qilib etdim. Ham bu semizlik degandan da bo'ladi ekan, bu yo'llarda ketib turib uxlab qolaman. Piyoda ketib turib Bunu qanday isbotlaysa aytsang, ba'zi bolalar vaqirab, Ardochozning oldiga kelib tursa, abay deb vaqasa qarmiding, yo'g'ancho ketibsa deydi. Shu uxlat qavaqlarimda qicha bo'lmish qarmaqdan vaqa. Meni kendim mening xo'rikimning darajasini bir deb qilsam, men bir qatim shu xo'rakni har xil har yangi tatmaylik normal, tartib bo'yicha, tempo bo'yicha tatmayman-chu. G'uljida bir kuni bir yataq yetib qoldim, o'zim yolg'iz. Bir so'rin ko'rib, kech soat 12'lerde 5-qavat yataq yolg'iz kirib uxladim. Uxlab, ishikning qattiq urilgandan o'g'inib ketdim. Qarsam saat 2:30 bo'pti. Bu kimdi deb ishikni olsam, birinchi qavatda turadigan bo'g'an baliq qarab turdi. Nima deysa? Desam, aka qapimisiz, xo'rak tatmisiz o'tdiki? Bak qo'shni yataqda arayollar yetibdiki, shuninglar ular uxlayolmay batay telefon qilibdiki, men chiqqandim deydi. Fikam sama deydi. Men bilgan bir xo'rak tatib, uxlaychi deb xo'rak sistemamni to'g'rilab qo'yib yotmadim ukan. Uningdan uxlama desang bo'ldi-ku. Hammadan xo'rak tatib deydi, men o'tirib o'zimning xo'rakini anglab baqqan bala emas. Desam, gap tushunmaydigan balki shunda bo'lsin, tatmay qulsiz bo'lib ketib ketib borishgan. Saat 10 bilan pes kuchsam, ijarab turdi. Qanday bo'ldi desam, oshkisini boshqa yataqqa yetkazib qo'yapti. Demak, aytib xo'rak tatdim. Tamoqni jiq yeydim. Bu to'g'riliq hamda tamoqni jiqaydigan to'g'riliq men yumur qilgan bizning Sho'kat Chumash deb biz suyumlik chaqchaqchi bir akamiz bor. Meni bir necha yerda shu tamoqni jiqaydiganim to'g'riliq o'xshatgan. Bir kuni bir aginamning boshchisi deydi, dayoviga tushsa bu Sho'katga uchrab qoldi. Bu yoqqa tushibsan-ku deydi.
havo yegin tushdim sen havoni sayyisan bo'ldi men ketdim deb ketib qoldim. Demak, endi shu tomoqni endi shunda yeb, semirib, ashta bo'lgan. Anin keyindan mushu o'zim to'xta, tomoq amroq bo'lgandan keyin tomoq etishqimi o'zim shunda usta. İki xil tomoqni etalayman, endi u tomoqni hech qancha menda ketaman. Birinchisi, men mush qaynatgan qaynoq suvni hech qanday deb qaynatolmaydi. Bu qo'shnilar so'rab chiqib ketdi, mayli bir oladi, bek yaxshi o'qishchisiz deb. Yana birga tuxumni bek pishirmayman. Men pishirgan tuxumlar asosan pishidi. Demek çoğunum şunun bilan bu semirip manda bo'lgandan keyin men to'xta. Endi o'riqlimsan bo'lmaydi ekan deb, men televiziya stansiyasiniki Billa Chiniqayli degan bir programmasi qatnashib, shuning bilan buningda endi bir necha yerlardan uqtuqliq o'tanmay, keyin aşağıdaki bizning oziq sinash, terner ballarniki 4 kishi bilan o'riqlay deb kunda o'zimga 1 soat minishni davomlashtirib, tamoq qildim diqqat qilib, endi mushunchalik biz 20 kilo degan narsani o'riq qildim. Şunlaşqa ahırda hemminglarga bir sağlam beden, bo'lsa qimmatli vaqtinglardan 1 soatingni o'zinglarning salomatligi uchun chiqarib, kunda bir salomatlik o'zimizning bo'ladi ekan, salomat bo'laylik, sog'lom aql bo'lsin. Eng oxirdagi gapim shu. Rahmat sizlarga.